Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bivav vin ve biyac rurvan sibi salime cem'i amirin ve muznibi. Ve şibi zeyni ve bihi işruna ve babuhu ve babehu ve babihi elhik vel ehluna. Ulu ve alemuna illiyuna ve erduna şezze ve sinuna. Ve babuhu ve misuhina kad yarid zel babu ve huve inde kavmin yetterid. Ve nune mecmu'in ve ma bihil tehak feftah ve kallemen bi kesrihi netak. Ve nunu ma sunniye vel mulhak bihi bi aksi zalike sta'meluhu pentebih. Ayette mulhak bihi deyin gep buldu ki. Ve refikın sen va bilen ve ya bilen cerkil ve nesbkil nimini amiriniki cem'i salimini ve muzibiniki cem'i salimini cem'i salametini müştak çok kıyal değil. Ve bu ikisindeki okşini bu ikisine okşaydıganlıki cem'i salimini mi müştak çok kıl. Ve bu cem'i salimga yani cem'i salimga işruna ve işrundaki babi kuşulundu ve ehluna ulu ve alemuna ve illiyuna ve erzuna nime kalındı koşuldu. Lakin şaz oldu bula deydim. Ve sinuna ve sinunnaki babı nime kalındı koşuldu. Ve yine okşaydıgan yine okşaş bazıda kip kaldı bu bab. Ve bu yine okşaş keliş bir kavminin nazarında umumi kaydıço boldu deydemdi. Ve cem'inin nuni ve anda bilemezsin nuni ki şu cem'iye koşuldu. Koşulgan nesin nuni peti kıl. Ve az oldu anda bir kişi ki şu nuni zır okşudan sözledi. Bu mu az oldu deydi. Ve bilemezsin nuni ki teslik kılındı o nesin ki nunini. Yani teslik nunini ve tesliğe koşulgan isimdeki nuni aşniki eksiki banaen işlettiler ular o eksini onu nime boğun agahçu bol dikkat kıyıl pentebi deydendi. Şimdi varpa vav istinab irfa fil fail fi vavi car mecrur irfa mutallik vav arfatfa biya cirur vansib bu irfa bivaga et boğan buludun biyayı car mecrur icrur mutallik vansib vav arfatfa insib ma'tub ucrur ma'tubun aley cerre yecurru salime cem'i amirin muzaf zaptay mef'ul ve varfet ve muzibin ma'tub amirin ma'tubun aley ve şibu ve şibi zeyni ve varfet ve şibi zeyni ma'tub amir ya ki muzib ma'tubun aley deydemdi nime ma'tubun aley deyin gep şimdi ve varfet ve yine babuhu ya ki babu mubtada buludu ve babuhu ulhika buludu uçan üzde yine onunki babi koşuldu diyen nime o gep boğan buludu demdi. O babu ulhika pil zimir pail pil mecul zimir pail ve varfet ve ehluna ma'tub babuhu ya ki işrunu ma'tubun aley ve varfet ve bu yerde vanın yüzü mehzub ulu ma'tub ehlunu ma'tubun aley ve varfet ve alemuna ma'tub ulu ma'tubun aley ve varfet ve mehzub illiyunu ma'tub alemunu ma'tubun aley ve varfet ve erduna ma'tub illiyunu ma'tubun aley şezzel pil zimir pail ve varfet ve sinuna ma'tub erzunu ma'tubun aley ve varfet ve babuhu ma'tub sinuna ma'tubun aley vav istinab misluhin muzafzay mubtada kad yarid fil zel babu
bu nima o? Mevsup sifat fail. Yerinin faili. Vav harf vav ibtidan yoki anaga misli yiniga ma'tub va mubtada inda qavmin zarb yettaridu 12 nimisi o xabri. Vav istinab nunu mecmu'in muzafzal mubtada vav harfet ve mecmu ma'tub vav harfet ve ma ma'tub mecmu'un ma'tubun aleyh. Baz ma mevsup bihi car mecrur iltihaka nime mutallik iltihak pil zimir fail peptah nime o pil emr endi on vav istinab kalla pil men fail bi kesrihi car mecrur netaka mutallik netaka pil zimir fail vav harfet ve nunu ma sunniye ma'tub nunu mecmu ma'tubun aleyh. Ma diye isim mevsul sonuya 12 silisi sonuya pil zimir fail. Vel mulhaq bihi sonuya nime mutallik. Yaki ma mutallik. Ve varifet be el mulhaq bihi ma'tub ma sonuya ma'tubun aleyh. Bi aksiz calike car mecrur isti'maluha onu mutallik. İsti'malu pil zimir fail ve mef'ul. Pentebi pa takip yak şartnik cazanık pası intabi pil zimir fail. Yani intabi diyen imam mef'ul. Yani emir yani emir. Endi bununki mezmuni. Rabbi kılınsan va bilen. Biz hem de yukarıdan yani İrab'nın yüzü iki xil oldu. Birisi İrab-ı essi. Bu nime İrab-ı harfi dedik ana zemme pette kesre cezim bilen sakin bilen buldu dedik. Hem de onunki yeni bir emzi var ikincisi naib nime İrab. Naib İrab diyen yani harfi İrab olan buludu yani harf bilen bulunan İrab o. A yukarıcı hareket bilen bulunan İrab. Hem de yukarıdaki yani bu harf bilen bulunan İrab'daki ikisi nime kıldı o da tügedi. Birisi esma-i sitte yeni birisi ime tesliye. Bu nime kıldı yukarıda onu uçu tügedi. Onu kanda İrab verdikenmez. Rabbilik alet kandak olurken, nesbi alet kandak, cerlik alette o kandak olurken o yukarıda biz onu ne kıldık, onu çok tükettik. Ademde üçüncüsü geldik. Üçüncüsü kavram cem'i muzakker salim. Cem'i muzakker salim ne böyle cem'i kılındı? Vav ilip. Ya olmaydı ya. Değil mi? Vav nun. Ya olmaydı ya nun ile ne kılındı? Cem'i kılındı. Şimdi bu cem'i muzakker salim diyen gel. Cem'i ki muzakker idi. Muzakkerin karşıtı Arap'ta cezmen isim iki xil oldu. Yani işiltiğen nesinin üzü. Cezmen Araplarındaki gap sözlerindeki üzüde er kişiler ayallığa işiltiğen gap söz nait edik. Bizdeki Uygur tılıdan, Türk milletlerinin tılında bunda bir adet yok. Er kişi kanda işlesek ayal şu, ayal kişi kanda işlesek er kişi gelme, er kişiymiş şu. Lakin isim buluş itibariyle bazı isimlerin er kişi işletilen, bazı isimlerin ayallığa işletilen iş var. Ama bu ayallığın ikiyken, mamanın ikiyken deyken mesela zimmerini mandak keltürgen ya tamındak bir keltürgen bir adet, onda ayrım onda bir nesli yok. Ama Araplarda çok var. Mesela er kişi ayrım, ayal kişi ayrım, iki cinsi olan dikin ayrım turuş gerek. Dep müştak çok kıldığın ima iş çok var. Onda olan dikin bu yademdi cem'i muzakker salim. Yani bir cem'i ki o muzakkerini bildirdiğin, muzakker diyen ima ne? Erkek. Yani erkekini bildirdiğin, o ima salim. Sağ salamet diyen ima gel. Onunki mufrediniki şekli hiç kanda özgerme. Şüphettim onun ahırga ya va, ya ki olmaydı, nime? Ya olan nun, ya ki va olan nun ekip koymuş. Bunun olan ne buludu? Cem'i muzakker salim buludu. Mene zeydune desek, muslimun dersek, bununki mufredinime muslimun. Zeydun desek, zeydun desek, zeydun'un mufredine zeydun. Yani onun ahırga ne? Zeydun'a da hiç özgürlük yok. Onun ahırga vav ile nun ne yak, ya ile nun okuşup bu sağ salamet kapı kaldı mufredinin yüzü, cem'i kahvaltı yüzü de. Bunun ne diyeyim onu? Cem'i salamet, çok cem'i muzakker salim, çok diyeyim. Bunun karşılığında anladık yeni bir cem'i var. Cem'i teksir. Cem'i teksirine göre sündürülgen. Yani o mufred isimli cem'i kahvaltı yüzüden mufredlik şekli özgürlük ketken. Sundurulgan yani kalp yüzü sundurulup başka bir nezle özgürlükçü bulup ketken. Mesela reculun ricalun deyimiz yani bu beytun buyutun. Diyen dedik bu demi o
bu muzakkar bo'lsa-mu, lekin u jami taksir buning ichiga nima qilmaydi, kirmaydi. Biz endi nima keldik hozir? Jami muzakkar salimga qanday i'rob beramiz va vav nun yoki ya nun bilan i'rob berishda jami muzakkar salimniki qanday jami bo'lgan vaqtda bunda i'rob berildi. Buning ustiga nima qildi hozir to'xtaldi. Endi deydi musannif rafi qilsan vav bilan. Yani yuqorqi bir rafi o'qigan bir omil kelgan bo'lsa, unga men irobiy harfidan iborat bo'lgan vani bersiz. Agar vani bergandan keyin nima bo'ladi o'chan o'zida ja'ani muslimuna zayduna desak, mana vani berdik. Mana bu rafi bo'lganning belgisi bo'ldi. Va yo bilan zir qiling va nasb qiling. Ya'ni keltirish orqali qanday qilasiz uni? Ya'ni bir omil kirib men nasb qilsam bo'ldi. Yeni bir omil qilib men jar qilsam bo'ldi desa, mana jami muzakkar salimniki oxirga nunniki oldidagi ash harakatga nima bersiz? Harakati harfi bo'lgan ya'ni chu bersiz. Buni ular andaki bunda qarab, "Ha, ma yuqoriq omil zibar qilibdi, ma yuqoriq omil zirchu qilibdi" deymiz. Nimani? Salime jam'i amirin. Nimani shunda qilsiz? Amirniki jam'i salimini. Yani amirni jam'i qavaqti üzde o salamet qilib qoldi mufradiniki üze, onun oxirga ya nunni ya vanuni ekelsiz. Muşundaq jam'iniki üzüden muşundaki jam'isi ashtaq qilsiz. Deb shunda deydi. Yeni bir sanat ekan muzibinniki jam'isiniki salimini. Yani muzibi degan nima? Bir sifat. Muşunda bir sifat kelsa, buniki sifatiniki üze, uniki ashtaq vav yoki ya nun bilan jam'i qilsiz. Shu vaqt üzde andiki rafilik holati vav bilan nasb jarlik holati ya bilan mushta i'robchi bersiz. Endi yeni birisi amir. Amirga bir ismga sifat emas. Buniki jam'isini agar ashu va ashta jam'i qilmoqchi bo'lsangiz, u chog'ingizda andiki bu nima bo'lgan bo'ladi? Rafilik holati va bilan ya nasb jarlik holati ya bilan chu i'robchi bersiz deydi endi. Endi bu yerda endi amirin va muzibin deb ikki ism keltirdi. Bu jam'i salim bo'lishdagi shartlar var. O şart qavun. Yani cemi salimniki bu yerda bo'ladigan mushundaq bir şartlar var. Bu şartniki birisi o qavun. Mana o cemi muzakkar salim bo'lib, uniki oxirga va ya'niki ya yanuni eklashimizdagi birinchi sharti o ism nima bo'lishi kerak? Alam bo'lishi kerak. Ikkinchisi o nima bo'lishi kerak? O mana muzakkar bo'lishi kerak. Agar o ism alam bo'lmasa, erkak bildirib qolsin, o qolmasa rajulun. Rajuldan hep cemi qilolmaydi. Rijalun deb keladi. Mana bu alam bo'lishi kerak. Mana alam bo'lgan vaqt o'zida andikin bu ism jins bundaqcho bo'lmasi kerak. Endi yeni birisi andikin muzakkar bo'lishi kerakki, u muzakkar agar muannasib qolgan bo'lsa, u alamning o'zi u va yoki va nuna jami qilolmaydi. Masalan Zeynep. Zeynep apirib Zeynabuna degani cho'p bo'lmaydi. Mana muzakkar. Mana nima qilish kerak? Unida o ismning o'zi mana shu alam bo'lganda boshqa muzakkar bo'lish kerak. Mana muzakkar bo'lgan vaqtida masalan Amir, Zayd, Ömer, Ömeruna deydi. Mana mushtaqcho bo'lishi kerak. Shu vaqt o'zida undan keyin nima qilgan bo'ldi? Uchan o'zida bu ismchi bo'lgan bo'ldi. Agar bu ismning o'zi bu uchan o'zida o ismning o'zi muzakkarning o'ziga o alam bo'lmay, bu muzakkarga g'ayriga alam bo'lib qolibdi. Masalan, nima emaskan u muzakkar ekan, lekin alam bo'lmabdi, ammo muzakkar. Unda vaqtning o'zida bu g'ayri aqil deydi. Masalan, amir degan aql va adam. Aql bo'lgan bir ismning o'zi muzakkar ekan, ammo bir alam ekan. Unda bo'lib qolsin, uni nima qilib bo'lmaydi. Jami muzakkar salim tariqasida yoki vav nun bilan jam'ichi qilolmaydi. Bunda i'robchi belgilanmaydi. Masalan, Paris layık degan atning ismi. Ama bu muzakkar. Muzakkar bo'lgan bilan bu uniki ilmi bo'lgan bilan bu, lekin u aqil emas. Aqil bo'lmagandiki bu e'tibor bilan uni nima qilolmaydi? Uni uchun jam'ichi qilolmaydi. Va uni bilan Parisuna nima deb Parisuna layiqona degan olmaydi. Pavaris va lavayiq deb nima qilamiz? Uni da jam'i qilamiz. Ammo sifat bo'lishi e'tiboran zodi undaq ashtaq alimuna Parisuna deymiz, u boshqa gap endi bu. Yeni birisi anladiki muzni amirun degan gapning o'zi bu ismning mufradning o'zi ta olmasi kerak. Mesela talaha. Mesela talaha desak, u chog'da talahaniki o'zi muzakkar aqil ham mufrad bo'ldi. Uniki jam'isi vavla yayovna qilimiz ham uniki o'zining. Ammo talahanichi undaqcha qilolmaydi. Chunki u
Amirniki o'ziga o'xshamaydi, ammo muzakkar alam bo'lsin. Uniki oxirida nima bor? Tavan. Misol talha degandikin uchoqda bu izlab buniki jam'isini olib talhuna degidicho bo'lmaydi endi. Endi yeni birisi ekan amir degan gapniki o'zidan 5-chi. Jazman bu mufrat bo'lgan aqlniki ismi nim bo'lishi kerak uchoqniki o'zida. Uchoqingizda mufrat bo'lishi kerak. İsimde terkip bo'lgan isimchi bo'lmasi kerak. Mesela nima? Muhammed Aziz, Muhammed Ali. Diğerledek bunda bir isim bir adam bo'lib qolib qo'shmoq. Uchoqingizda bunda jamiyat qilolmaydi. Sibvay, Ömeray diğerledek bunda bir isimni vanun bilan yo yanun bilan nim qilolmaydi. Uchoqning o'zida buni-chu bundaqchu jamiyat qilolmaydi. Bundaq nas qiladi. Demak, Maşada musannifniki İbn Ali'deki aşağıda amir diyen bir ağız gapniki üzüdüm muşuncuğa 5-6 tane şart çıktı. Muşda boğatı üzüde anı deyken ben amirin oxşagan boludu. O canı üzüde andaki biz bunuğa ya nun ya ki vanununa ne mi kılımız? İrab berço kılımız. Hem de muzlip. Muzlip diyen gapın üzü karab bakaydı. Eznebe yüzlü bu iznabe. Bu günah kıldı diyen nemide o menide. Menide olan iken günah kılıcı diyen bir sifat. Mene bu sifat buluş gerek. Sifat boğa vakti üzde bu sifatın üzü. Mene muzdip tepkisi kim keldi onu? Günahkar. Günahkar kim buludu? Akıllık adam. Akılsız adamlarga yani akıl yok mahlukatlarga onun nemdege olmaydı. Günah iş kıldı digil olmaydı. Yani demek şu sifat boğa vakti üzde cemi muzakker salim kılışımız için cezmen o sifatın üzü muzakker buluş gerek. Yine birisi andikin akıl buluş gerek. Bu akıl olğandan başqa mesela muzib degan vaqtimizda muzakkar o'qta tadil xoli bo'lish kerak. Meni mushtaqchi nima qilish kerak? Mushtaqchi bo'lish kerak. Mushtaq bo'lgan vaqtimizda anadikin bu sifatning o'zi mesela afala pa'la ba'zi kelgan bunda bir sifat chu bo'lmas. Chunki muzib ism faylani. Agar ism fayl bo'lgandan demak uniki yiliq sifat mushabbasi pa'lun afalu pa'la degan kelmaydi degan gap. Buniki isim fail ism maf'ul bo'lmagan vaqtimizda andaki bu sifat mushabbah keladi. Biz uni sarf qoidasi o'qidik-ku. Men mushtaqchi bo'lishchi kerak. Men mushundaq bo'lgan vaqtning o'zida anadikin bu ismniki bu sifatning o'zida vavnun yo yanun bilan nima qilamiz? Jami' qilib raf'lik holati vav bilan nasbjarlik holati yo bilan bundan nima qilamiz? O'chani o'zida i'robchi beramiz. Endi bu yerda sifatning o'zi muzakkar uchun bo'lish kerak dedik. Agar u sifatning o'zi muannas bo'lib qolgan bo'lsa, ta'siz, uni unda vanun yo yanun bilan nima qilinmaydi? Sifatli bo'lmaydi. Mesela haiz. Haizga nima? Ism fa'il bir sifat. Ammo bu faqat kim uchun ishlatildi? Ayollar uchun. Erkak uchun nima qilmaydi? Ishlatmaydi. Bunida bu farqetimiz deydigan bir belgi bu qo'yilmaydi. Chunki u haiz degan faqat ayollar bo'lgan ish bo'lgandan keyin uni nima deb vanun yoki yanun bilan undan nima qilinmaydi? Buningki o'zida jam'icho qilolmaydi. Endi aql bo'lsin dedik, agar u sifatning o'zi aql bo'lmay, boshqa bir narsaga bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'da oyat deganimizdek, yana nim qilolmaydi, o'zi sabiq debda ilgari o'tgan ot tutib ketgan ot degan ma'noda, u chog'da buningki sifatini ham sabiqun deb va uni bilan u chog'da nim qilolmaydi, u chog'da jam'icho qilolmaydi. Endi o sifatning o'zi ta'din xoli bo'lishimiz kerak dedik. Sifatniki o'ziga takip qolgan bo'lsa, masalan, muzibatun deb qolgan bo'lsa, vavnunla yo yanun javob qolmaydi. Uni boshqa nima? Ilib bilan ta bilan muzibat deb uchani nima qilamiz? Uchani o'zida jam'icho qilamiz. Endi demak, mana mushu ikki gap bilan, mana ikki og'iz kalima bilan bir qoch ma'noniki o'zi jam'i muzakkar salim qanday qilish bu yerda muqatta u yerda uqtiryapti. Bu yerda muqatta bu yerda uqtiryapti. Endi va shibi zayni degan bunu keldik. Endi bu ikkisiniki o'xshini. Bu ikkisini o'xshqani amir bilan muzdibga o'xshaydigan shu ismniki jam'i salimini. Unda o'ladiki bu yerda amir va muzdib atib bo'lganiki, ya'ni amirga uniki oldidiki nima keladi? O'chaning o'zida buniki oldidiki mana shu salima jam'i nima? Salima jam'i shibi hazayni degan gap. Mush ikkisiniki o'xshaydigan jam'i salimini mo raf'lik holati va bilan nasbjalik holati cho yo bilan cho qilasiz degan nima bo'ladi? Gapcho bo'ladi. Endi va bi ishrona. Endi buni o'xshaydigan degan gap
Buni o'xshaydigan degan gap bu ikki sifat, ikki ismga. Ya'ni har qanday bir ism muzakkar bo'lgan amirdan boshqa mushart tushgan ismniki hammasi men mushlig'i nima qiladi? Ashta sifatlaymiz. Masalan, amir kelganda nima? Amir keldi, masalan, adil. İşte adil deb ismini qo'yibdi. Masalan, adil amir deydi, masalan, bu deydi. Masalan, akil deb ism qo'yibdi, masalan, zarib deb ism qo'yibdi. Qari deb ism qo'yibdi mesela. Hammasi mushunga nima qiladi? O'xshaydi. Shuningdek, muzlib o'xshagan mesela jiq sifatlar. Mesela qavun, shu yuqorgi sifatlarga, shartlarga hamimizga tushadigan. Men mushlarniki hammasi mushtaqcha qilamiz. Kirib mesela muzlibun degan vaqtimizda mukrimun. Mesela mukrimun, muzibun, mudribun, munsirun deganidek, muhrijun deganidek hammasi mushtaqcha qilamiz. Bu asli jami muzakkar salimniki aslicha bo'lgan bo'ldi. Ve bihi işrona. Yine bununla yani bu okşuğa yani cemi muzakkar salimga işrona ve işronunki babi kuşuldu deydi. Aslında ve ulukiye ve uluhika bihi işrona ve babuhu diyen gap. Yani bu okşuğa yani cemi muzakkar salim okşuğa yani cemi muzakkar salim emas ma'lum. Cemi muzakkar salim bo'lişi cezben onunki karşılığı mufrat oluş gerek, muzakkar oluş gerek, andaki cemi muzakkar boludu. Bo'lmasa onun için bo'lmaydi. Bu adamda şunuğa işronunki yüzünü qo'shdiq deydi. Nimaga? Çünkü işrondan vavdan nun bilan boludu, replik holatda yavdan nasbga yavdan nunluk holat oldu, nasbchalik holatda. Ama bunun mufridi yo'q. Mufrid işir degan olmaydi. Bununki muannis ma degan olmaydi. Şu qarab baxsa Arab başta işitib etibdi, işlerken adını tushunmisizmi? Buniki şunu qo'shib mulhaqatlarning qatoridan. Shu ashtaqcho nima qilamiz deymiz. Endi buni uni qo'shib etamiz, qo'shiladi. Qo'shilgandan keyin uningga replikalat va bilan nasbchalik ya bilan i'rob beramiz. Endi bu ishronniki babini qo'shildi. Ishrun babi qavun, ishruna, salasuna, arbauna, khamsuna, sittuna, sabuna, samanu, tisun. Mushlar hammasi mushtaqcho nima beramiz? I'robcho beramiz. Endi ve qo'shildi nemini ahlun numu. Yani ahlun numu cemi muzakkar salimning mulahaqatlarini qatorida bo'lib, bu ahlun degan nima? Ahlunning jamisi u nima? Mufridi ahlun keladi. Uniki jamisi ahluna deb keladi. As aholi deb keladi asli. Men arabning o'z tilini ba'zi vaqt ahluna deb keladi ekan, ya'ni ahllari deb. O'chog'imizda buni nima qilamiz? O'chog'imizda cemi muzakkar salimning qatorida ko'rsatib, raplik holat va bilan nasb jarik holat ya bilan beramiz. O'chog'imizda i'robchi beramiz. Ve şundak ulumu şundak. Ulumu mana cemi muzakkar salim qo'shiladi. Cemi muzakkar salim qo'shilib, buni mana replikati va bilan nasb jarik ya bilan beramiz, i'robchi beramiz. Va uni boshqa mana alamun. Alamunniki o'zimi cemi muzakkar salimga nima qilamiz? Uni qo'shamiz. Buni cemi muzakkar salim degan olmaydi. Nimaga? Alamun degan alamlar degan alamunning jamisi avalim esa alamun deb keladi. Bu alamniki muzakkiri ma'lum muannisi avu degan olmaydi. Uni qarshi muannisi yo'q. Ama Araplar mushtaq qilib buningki nima deymiz? Mulahaqatlari deymiz. Shuningdek illiyun. Illiyun nima deb qilamiz? Uniga mana unichu qo'shyapmiz. Bu illiyun degan asli nima o? Jannatniki bir ismi, yuqoridagi bir jannatning ismi. Endi bu jannat o'zi erkak atish degichi qarshisi yo'q. Unda o'adikin replik holatda va bilan nasb holat ya bilan ne bo'lamiz? Mana i'robchi beramiz. Illiyin deydigan ashtan nima oyat bor. Veyna qo'shildi shu cemi muzakkar salimga nima? Arazun. Az arzunning jamisi nima qildi? Arazi. Aradin deb keladi. Ammo ba'zi vaqtning o'zida qanday deb keladi? Men ardun deb keladi ekan. Buniki arzu degan muzakkar, uning muannisi ma degan olmaydi. Yo'q. Unda yo'q. Yo'q bo'lgani bu cemi muzakkar salimga qo'shilayotgan narsa qatoridan. Shu deymiz. Lekin shaz oldi deydi. Ma'no yuqori qila, shu cemi muzakkar salimga qo'shib ashta i'rob berish bu az. Qisman ahvol. She'rda u yerga kelib qoldi, ammo yo'q. Yine qo'shildi hamdi sinunlarniki o'zimi? Sinunniki babi nima? Yana cemi muzakkar salimga qo'shib mulahaqatlar qatorida bo'lib, mana buniki o'ziga mana replik holat va bilan nasb jarlik holati nima bilan yo bilan i'robchi beramiz. Mana bu nima? I'robchi beramiz. Hamdi sinun degan nima? Mufradi sanatun. Uning muannas ya muzakkar degan olmaydi. Hamdi sanatun asli nima? Vasmun. Vasnun degan gap. Ta'ning o'zi vaniki yo'tkilib taqib kelgan qandaqki misol bo'lib kelgan pilniki masjining o'zi masalan vasaba yasibun deylamdi va'da yaidu degan mushlik hammasi
şu babga kirdi. Çünkü misal olgandaki vana tağ kalıp mesela va'da ya idatun ve sebep sifatun deydi. Men müşrik cemiz açtak geldi. Açtak kelgan vaqtida bunu replika qildi. Va bilan nasb jari qildi. Ya bilan i'rab berimiz. Yine o'xshash ba'zi kelib qoldi. Maba. Ya'ni muzakkar salimi qo'shilgan başladı 10 necha 7-8 dona kelime var. Ba'zi vaqtning o'zida yine o'xshash i'rab berib qolamiz. Yine qanday i'rab berdik? Bu ana replika holatda zam bilan nasb holatda fathi bilan jarlik holatda nima bilan kasr bilan i'rab berdik. Ya'ni i'rabning nun holatda anda o'g'ini ba'zi vaqtda ishrunun deb munda nima qoldi? I'rabchi beludi. Ahlunan, ahlunin, ahlunun deb munda bir i'rab beradigan bir ishlarning o'zi yana nima qoldi? Ba'zida arablarningki gapida mushtaqchi kelib qoladi. Lekin bunda kirishniki o'zi bir qavmning nazarida, men arablarning bir qabilaning nazarida muttarid deydi. Umumiy qoida ekan, jami muzakkar salimda i'rab bermaydi bo'ladi deydi. Bermaydi faqatla jani ahluna Can ahlunun, ve ra'aytu ahlunan, ve meratu bi ahlinin deb nunga i'rab beradigan ishni shundan o'qiydi. Jami muzakkar salimdek, bundaq undaq rafiga nim beradigan i'rab rafilik holat va bilan nasb jarlik holatniki o'zida bundaq ya bilan i'rab beradigan ish shu yo'q. Arablarniki ba'zi qabilaning o'zida men mushtaqchi ba deydim. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.